Nech pul mashxonadoni shunchaki taxmin qilib turingda. Umumiy 1,5 sotixga tushgan. Umumiy 3 ta sanuzel, tashqarida bitta sanuzel, xonalarning ichida 2 ta sanuzel. Tayyor mashxonadon nech pul deb o'ylaysiz? Uy umumiy 4 xonadan iborat. 4 ta xonadan tashqari kuxnasi katta, yana alohida qilinganlik. Undan tashqari mana xonalardan tashqari sanuzel ham bitta ko'rvaringda. Katta xo'li ham bor. Har bitta xonada oyna, eshiklar bor. Mana qarang, xo'li rostdan katta ekan. Bu xonadon nishoni taxminan bir 2 xonali bir kvartirani, 3 xonali kvartirani puliga uchastkada taka xo'lilari bor, uchtalar sanuzel bosvorsiz bo'ladi. И вот kottejniy garadok ekan, Sergeli Chortoq mahallada. Aynan siz ko'rgan 1,5 sotixga qurilgani 98 mingga bosvorsiz bo'ladi. Undan tashqari 128 minggacha bo'lgan kattaroq variantlari ham bor ekan. Kelib, ko'rib, cho'mchangizga mosini bosvorsiz bo'lar ekan.